Hammaga salom, qadrli yurtdoshlar va bizni kuzatuvchi obunachilarimiz. Ko'rishingiz mumkin, Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzalining orqa qismida peronda turibmiz, ya'ni avtobusning ichida. Bizning yo'nalishlarimiz Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri Moskva Kazan yo'nalishi bo'yicha avtobus qatnovlarimiz bugun haftaning seshanba kuni soat 18:00 da jo'nab ketadi. Ko'rishingiz mumkin, yo'lovchilarimizda posадка jarayonlari bo'lib o'tgan va har bitta yo'lovchimizning yuklari joylashtirilgan. Har bitta yo'lovchi uchun 50 hamda 60 kilogrammgacha yuklarni bemalol o'zlari bilan olib ketishi mumkin. Agarda kimgadir ishonchli bilet narxlari kerak bo'lsa, manzilimizni qaytarib o'taman. Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzaliga kelasiz. O'ng tomondan kiraverishda ikkinchi qavatga ko'tarilganingizda ofisimizdan biletlarni xarid qilishingiz mumkin yoki ekranda qoldirilgan nomerlar bilan bog'lanib, masofadan turib joyingizni bron qilib qo'yishingiz mumkin. Yana bitta yangilik, Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri Qaraganda Astana Balxash yo'nalishlari bo'yicha ham avtobus qatnovlari yo'lga qo'yildi. Bemalol xarid qilishingiz mumkin biletlarni. Avtobuslarimiz eng asosiysi spalnili. Bizni kuzatishda davom eting, yangiliklarimiz hali oldinda. Xayr, salomat bo'ling.